YouTube'da, Instagram'da, ijtimoiy tarmoqlarda qisqasi ikkita narsa reklama qilinadi. Bittasi o'sha o'tmay turgan tovar hisoblanadi. O'tmay turgan narsani reklama qilinadi. Bittasi yangi mahsulot reklama qilinadi. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Kimda-kim uy sharoitida intensiv usulda baliq boqaman desa, kanalni kuzatishda davom etinglar. Yangi ko'rib turganlar bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, podchasi tugasini bosib qo'ysangiz, sizlarga uy sharoitida intensiv usulda baliq boqishni o'rgatib qo'yaman. Xo'sh, uning uchun bizga suv kerak bo'ladi, joy kerak bo'ladi. Kimda-kim intensiv usulda baliq boqaman desa, qiyin joy yo'q. Baliq boqishni o'rgatib qo'yaman. Endi baliqlarda ham turi ko'p. Uy sharoitida qaysi baliqni boqsa bo'ladi desangiz, uy sharoitida suvsizlikka chidamli hamda joni qattiq baliqni boqsangiz bo'laveradi. O'shalardan bittasi ilon baliq hisoblanadi. Bu reklama emas, yangi biznes. Bemalol boqsangiz bo'laveradi. Xonadoningizda kichkinagina yer bo'lsa, joy bo'lsa, boshlanishiga boqib, o'zingiz bemalol o'rganib, keyinchalik o'sha kattaroq joy qilib biznes kattalashtirsangiz bo'laveradi. 5 ga 10 joy qilib, bemalol kattaroq daromad olsangiz bo'laveradi. Ularni ham hozir video davomida ko'rsatib o'tib ketaman. Ozuqasi oson, qiyin joyi yo'q. Chuvalchanglar, hasharotlar, mayda baliqlar, qo'shimcha ozuqasiga tovuqni, molni, jigarini bersangiz bo'laveradi. Tez katta bo'ladi. 1 yilda mana shu tashlagan kichkinagina lichinkangiz 3 kilogramm, 4 kilogramm maksimal. Endi 2 kilo, 1,5 kilo boqishyapti. Endi qo'shimcha ozuqa bersangiz yana ham tez katta bo'ladi. Harakat yo'q hisoblanadi. Harakat uncha-munchaga harakat yo'q. O'sha hisobiga ovqat yeydi, yotadi. O'sha hisobiga tez katta bo'ladi. Xo'sh, sizlarga hozir yaxshiroq ko'rinsin deb mana bunaqa bankaga solib turib, bankada ko'rsatyapman. Mana shu tashqi ko'rinishi baliqni. 6 oy ozuqa berasiz, 6 oy dam oladi baliq. 6 oydan keyin martdan tashlaysiz. Mart o'sha apreldan oziqlanishni boshlaydi. Aprel, may, iyun, iyul, avgustgacha ovqat yeydi. Havo issiq bo'lsa sentabrlarda ham ovqat yeyveradi. Daromad yaxshi, bemalol daromad ko'rsangiz bo'laveradi. Kiran suvi, kachalka suvi, ertakdan chiqadigan suv, oqar suv, zakandi suv farqi yo'q. Tanasi bo'lib tursa bo'ldi, yashaveradi. Kimda-kim boqaman desa, daromad orttiraman desa, bemalol boqsangiz bo'laveradi. Baliqdan ham moddiy ham ma'naviy foyda ko'rsa bo'ladi. Moddiy foyda deganda o'sha mablag', qo'shimcha mablag'. Ular haqida ham hozir sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'sh, qisqacha lo'nda tushuntirib o'tib ketaman. Xo'sh, 5 ga 10 joy qilyapsiz. Mana ko'rib turganingizdek, tepada 5 ga 10 joy bo'lyapti. U yerga 1000 ta lichinka tashlasangiz bo'laveradi. Ilon boshda. Boshqa baliq nazar tutganmi? Ilon bosh haqida mavzu ketyapti. Xo'sh, 100 grammdan bo'lganda hozir ko'rib turgan baliqlaringiz o'sha 70 gramm, 100 gramm chiqadi. O'shaqadan 100 kilo olsangiz, xo'sh, 1000 ta hisoblanadi. O'sha 1 kiloda 10 tadan to'g'ri keladi. Xo'sh, 100 kilogramm lichinkangizni o'rtacha hisobda 50 ming olgan taqdiringizda baliqni tan narxi 5 million so'm pul bo'ladi. Endi 1000 ta lichinkangizni bor yana ovqat bera olmadim, boqa olmadim degan taqdiringizda 1 kilodan bo'lganda o'sha 1000 ta baligingiz 1 kilodan ko'paytirganingizda 1000 kilogramm, ya'ni 1 tonna hisoblanadi. 1 tonna baliqni bozorga chiqarib o'rtacha 50 mingdan sotavergan taqdiringizda 50 million so'm pul bo'ladi. 5 million, endi 5 million 50 million tan narxdan foydadan 5 million lichinkaga chiqarib tashlaysiz, 5 million o'sha rasxod, pasxodingizga chiqib ketadi. Masalan, hovuz qurishingiz mumkin, boshqa qilishingiz mumkin. 40 million so'm foyda qilyapti. 40 milliondan endi 5 million ozuqaga chiqib ketadi. Endi 5 million bu yerda ozuqa deganda molni jigarini sotib olishingiz mumkin. Qo'ydikini, o'sha tovuqnikini farqi yo'q. O'sha hidlanmagan, achimagan narsa bo'lsa bo'ldi, sotib olsangiz, o'shandan yana 5 million chiqaryapman. 35 million so'm sizga yo'q joydan foyda kelyapti. Ya'ni o'sha 5 ga 10 hovuz. Mana hovuzni ko'rinishi, xo'sh, 10 metr hovuz bo'ladigan bo'lsa, 7 metrda 1 metrdan qilasizlar. Qolgan joyi mana uy hisoblanadi. Mana shu ko'rib turgan joyni mana uy deb qo'yganman. 3 metr. Ya'ni bu qishda havo sovib ketganda suv osti pasti issiq bo'ladi. Yozda suv isib ketganda suv ostini pasti sovuq bo'ladi. O'shaning uchun mana shunaqa uy shakli bo'ladi. Kimda-kim agar hovuz qilaman desa, mana shu shaklda qilsangiz ham bo'laveradi. Keyin Telegramdan ilon baliq deb ochib qo'yganman. Mana shu video ko'rib turgan videongiz tagida bunday qarasangiz ilon baliq deb yozilgan. Telegramga kirib ilon baliq deb yozsangiz, o'sha Telegramda jamiki baliqlarni boqish, ko'paytirish, hovuzni ko'rinishi, hammasi haqida ma'lumotlar bor. Bemalol kelib o'rgansangiz, kirib o'rgansangiz bo'laveradi.
Manzilni qaytarib o'taman. Manzil Namangan viloyati, Mingbuloq tumani, Jamashu shaharchasida. Telefon raqam qo'ymayman, telefon raqamini ko'tarmayman, chunki har bittalarga bir marta vaqt ajratganimda ham kuni bo'yi telefonda nima deydi, vaqtim o'tib ketib qolyapti. O'shaning uchun iloji bo'lsa, Telegramga kirib o'rgan olsalar ham bo'laveradi bemalol. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelib o'rganaman desalaring, Mobodonda xonadonim ochiq. Obeddan keyin kelib bemalol kelib o'rganib ketsangiz bo'laveradi. Baliq boqish qiyin joyi yo'q. Telegramga kiringlar, o'rganinglar. Agar tushunmagan joylaring bo'lsa, Mobodonda keyin telefon qilib bezovta qilishlar mumkin. Telefonni ko'tarmasam tag'in xafa bo'lmanglar, chunki ishim ko'p meni. O baliqdan tashqari parrandachiliklar bu yerda xonadonda nima deydi? Hamma sohadan bor. Xudo xolasa asalarichilik, baliqchilik, o'sha jamiki 7 mo'jiza dedi-yu, haligi 7 xazina dedi. Xuddi o'shanda hammasidan qo'ldan kelgancha qilamiz o'rtoqlar.